Bismillah, assalomu alaykum, hurmatli Yuksalish Uz kanalining ashaddiy muxlislari. Biz Andijon viloyati Jahon bozorida shkaflarni olamiga yetib keldik. Kim yoqqan bo'lsa, обязательно bitta laykni bosishni unutmaymiz. Do'stlar, sizlarga bularni bo'ylari va razmerlari haqida to'liq ma'lumotga ega qilaman. Hamda pullari, eng asosiysi puli haqida ham ma'lumotga ega qilaman. Sizlardan bitta paddeshga bittadan like va kommentariyada shirin so'z qoldirasizlar. Men bo'lmasa videoni boshladim. Jigarlar, men videoni boshladim. Xudo xohlasa mana shu shkafimizdan boshlaymiz. Bu shkafimizning uzunligi 120 sm va bo'yni balandligi 2 metr. Puliga keladigan bo'lsak 1.800.000 so'm do'stlar. Xo'p, mana bunimizni ham xuddi shunaqa holatda razmeri 1.30 sm ga moslangan. Xudo xohlasa buni bo'yni balandligicha balandroq 230 sm. Buni puliga keladigan bo'lsa, bunimiz puli 2 million so'm. Bularimiz ham 2 million so'mdan, bo'ylarning balandligi 230 sm va uzunligiga keladigan bo'lsa 1.40. Bu ham 1.40, bu ham 1.40. Puliga keladigan bo'lsa do'stlar, puli 2 million so'm shu. 2 million so'm. Juda chiroyli narx. 2 million so'm. Bu ham 2 million so'm do'stlar. Ko'rishinglar mumkin, 2 million so'm. Barchaga sizlarga ko'rsatib o'taman. 2 million so'mdan tayyor shkaflar do'stlar. 2 million so'm. 2 million so'm. 2 million so'mliklar qatoridan izlaydi. Bu kupeligimizda chechak suriladigan bo'lsa, hop mana sizlarga ochib bir tarafimiz mana polniy vishilka ust ochilgani bo'lsa mana ko'rishinglar mumkin. Bir tarafimizga kelsa sef kalitlari ham bor. Laykni ayamasdan bosamiz va kommentariyada shirin so'z qoldiramiz. Yili bularimizga keladigan bo'lsa 1.5 million so'mdan. 1.5 million so'm, 1.5 million so'm, 1.5 million so'm va 1.5 million so'm. Hammasi 1.5 million so'm. Mana klientlar ham kelyapti bozorga. Kelinglar. Assalomu alaykum.